Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan agar kalit so'zi qatnashgan avtotestda tushadigan savollarni ko'rib chiqamiz. Ushbu belgi belgilangan yo'nalishli transport vositalari bo'lagi haqida axborot berib, ushbu belgi agarda tik sidirg'a chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, bu bo'lakda faqat belgilangan yo'nalish transport vositalari harakati uchun mo'ljallanadi. Agar ushbu bo'lak, ya'ni belgi o'rnatilgan bo'lak uzluksiz chiziq, ya'ni uzuq chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, bu bo'lakda belgilangan yo'nalish transport vositalariga xalaqit qilmasdan foydalanishingiz mumkin. Shu belgi qatnashgan savollarni ko'rib chiqamiz. O'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tsa bo'ladimi? Ya'ni o'tishga ruxsat etiladimi? Xo'p, bu holat ruxsat etiladigan holat bor, ruxsat etilmaydigan holat bor. Buni izohi F3 da to'g'ri chiqadi. Agar tasma qolgan harakat qismida yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa ruxsat etiladi. Ya'ni ushbu ko'rib turganingiz qizil avtomobil birinchi chap tomonda o'ngga burilyapti. Uzluksiz chiziq yo'q, ya'ni tik sidirg'a chiziq yo'q. O'ngga burilishda foydalansa bo'ladi. Chap tomonda tik sidirg'a, ya'ni uzilmaydigan chiziq borligi uchun bu bo'lakka kira olmaydi. Demak, agar tasma qolgan qismi tik uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, o'ngga burilishda bu bo'lakdan foydalansa bo'ladi. To'g'ri javob F3. Yana bir savol. Agar yo'l tasmasi sidirg'a chiziq bilan ajratilib, belgi bilan belgilangan bo'lsa, avtobus haydovchisi tasma bo'ylab harakatga ruxsat etiladimi? Ya'ni sidirg'a chiziq bilan bu bo'lagimiz ajratilibdi. Belgilangan yo'nalish transport vositalari bo'lagi ajratilibdi. Demak, bu bo'lakda agar avtobus belgilangan yo'nalishli bo'yicha harakatlanayotgan bo'lsa, harakatlansa bo'ladi. Bilamiz, avtobuslar firmani avtobuslari bor, shaxsiy avtobuslari bor. Avtobus harakatlansa bo'lar ekan, faqat belgilangan yo'nalishli transport vositalari bo'lsagina harakatlanar ekan. To'g'ri javob F3. Yana bir savol. Yo'nalishi bo'lmagan transport vositasi A harfi bilan belgilangan o'ng tasmada qaysi hollarda harakatlanishi mumkin? Yo'lovchilar chiqarib tushirish uchun belgilangan yo'nalish transport vositalariga xalaqit bermasdan o'ngga burilish uchun ham A bo'lakdan foydalansa bo'ladi. Yuqoridagi, ya'ni F1, F2 javoblarda agarda yo'nalishli transport vositalariga xalaqit qilmagan holatda foydalansa bo'ladi. To'g'ri javob F3. Yana bir savol. Xo'p, yo'lovchilarni tushirish uchun bu belgi o'rnatilgan tasmada to'xtashga ruxsat etiladimi desa, agar tasma qolgan qismi o'ng bo'lakda, ya'ni o'ng chetida joylashgan bo'lib, mana o'ng chetda joylashgan bo'lib, yotiq uzluksiz chiziq bilan qatnov qismi ajratilmagan bo'lsa, ya'ni uzuq chiziq bo'lsa, bu bo'lakdan odam chiqarib tushirish uchun foydalansa bo'ladi. To'g'ri javob F1. Mana rasmda ko'rsatilgan holda yo'lovchilar uchun tushirib chiqarishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Tik sidirg'a chiziq bilan ajratilsa, bu bo'lakdan faqat belgilangan yo'nalish transport vositalari foydalanadi. Agarda uzuq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uzilgan chiziqlar bilan ajratilgan bo'lsa, belgilangan yo'nalish transport vositalariga xalaqit qilmasdan foydalansa bo'ladi. Bu savolning javobi ruxsat etiladi. Hop. Muhim eslatma, shu belgi qatnashgan savollarda kalit so'zi mana. Agar bunda ham kalit so'zi agar. Kalit so'zi agar. Kalit so'zi agar. E'tibor bering, agar kalit so'zi ishlamaydigan holatlar ham bor. Buni siz nima qilishingiz kerak? Mohiyatiga tushunishingiz kerak. Buni mohiyatini tushuntirib beraman mana. Agar yo'l boshida ushbu belgi turgan bo'lsa, qatnov qismining chap tasmasiga o'tsa bo'ladimi? Ya'ni qarama-qarshi bo'lakka o'tsa bo'ladimi? Yoki belgilangan yo'nalishli transport vositalari bo'lagiga o'tsa bo'ladimi desa, hech qanday holatda mumkin emas. Ya'ni quyidagi hollarda chapga burilish uchun ham o'ta olmaysiz. Quvib o'tish, ya'ni qarama-qarshiga chiqib, agar quvib o'tish uchun ham bu bo'lakka chiqa olmaysiz. To'g'ri javob hech qanday holatda mumkin emas. F3. Hop. Yana bir savol. E'tibor bering, agar so'zi xato qo'llanilgan. Kalit so'zini agar yodlab olsangiz, belgilasangiz xato chiqadi. Transport vositasiga sidirg'a oq chiziq bilan ajratilgan va yo'nalishli transport vositasi uchun mo'ljallangan tasma yo'l belgisi bilan belgilangan yo'lning o'ng bo'lagida to'xtashga ruxsat etiladimi deyapti. Ko'rib turibsiz, tik sidirg'a chiziq bilan ajratilib,
ushbu bo'lakda to'xtasa bo'ladimi desa, agar to'xtab turishni taqiqlovchi belgilar bo'lmasa, ya'ni to'xtashni taqiqlovchi belgilarimiz bor, shular bo'lmasa foydalansa bo'ladi deyapti. Yo'q, xato. Chunki bu bo'lak tekis tildirg'ich chiziq, ya'ni uzluksiz chiziq bilan ajratilsa, faqat belgilangan yo'nalish transport vositalari harakatlansin dedi-ku, to'xtash ham, to'xtab turish ham mumkin emas, taqiqlanadi. Hop, to'g'ri javob taqiqlanadi mana F2. Lekin F3 ni ko'ramiz, faqat shu holdagi korxonaga xizmat qiladigan yoki yaqin o'rtada uylarda yashaydigan fuqarolarga qarashli avtomobillarga ruxsat beradi. Agar siz shu javobni bosib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, shuga yaqin savolimiz bor edi. Trotuardan transport vositalari trotuarda foydalansa bo'ladimi degan savolimiz bor edi. Agar korxonaga xizmat ko'rsatadigan transport vositalari trotuardan foydalansa bo'ladi degan javobimiz bor edi. O'shanga adashtirib qo'ymang. Bu joyda, bu bo'lakda to'xtashga ruxsat etiladimi deyapti. Tekis tildirg'ich chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, taqiqlanadi. Ya'ni to'g'ri javob F2. Yana bir savol. Rasmda ko'rsatilgan holda yo'lovchilarni tushirish uchun to'xtashga ruxsat etiladimi? Bu joyda tekis tildirg'ich, ya'ni uzluksiz chiziq bilan ajratilmaganligi uchun uzuq chiziqmi, ya'ni uzilgan chiziqmi bu joyda bemalol belgilangan yo'nalish transport vositalariga harakatiga xalaqit bermasdan foydalansa bo'ladi. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun saytimga obuna bo'ling.